eng qizig'i bizada rejimi bor, ya'ni bunaqasida hali yurib ko'rmaganman, to'g'risi. To'xtam, oldinda. Hop. Nimaga hammani ozda yangi Nissan L9 Levis u eski L9 dan nimasi bilan farq qiladi? Bugun shuni tekshirib ko'ramiz va bunaqa eksklyuziv video faqat va faqat choynakning qopqog'ida birinchi bo'lib bizdan uzoqlashmanglar. Tashqi ko'rinishdan boshlaymiz. Tashqi ko'rinishimiz juda ham ajoyib. Ikkita kombinirованный rang. Eng qizig'i, ushbu avtomobilda eng premium brendlarga o'xshab 15 qavat kraska sepilgan. 15 qavat tasavvur qilyapsizlarmi? Sifatni tasavvur qiling u yo'qga. Qiziq moment. Ko'pchilik avtomobillar mana bu liniya, ya'ni ustun bilan kapot tutashadigan liniyada to'xtaydi kombinatsiya. Lekin ular yana ham premiumlash uchun eshigiga ham yuqoridagi rangni tushirishgan va bu kraska 15 qavat qo'lda sepiladi deyapti. Qanchalik rost? Xudo xolasa, balki qachondir bu avtomobilni ishlab chiqariladigan zavodga taklif qilishsa, ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'lamiz. Mana liniyani ham balki qo'lda chizib chiqishadi. Yana bilmadim. Endi asosiy momentlar bizada lidar o'zgardi. Restyling L9 da 200 metrga urardi lidar. Endi 230 metr, 15% kam emas. Obyektlarni tanishiga maza qilyapsizlar. Konus ko'ryapti, odam ko'ryapti. Obyektlarni juda ham zo'r ajratib qo'yapti. Davom etamiz. Fara, mana bu monoqosh. Endi u butun ajralmagan, bo'laklarga bo'linmagan. Parktronik yo'qmi? Qayerga ketdi? G'alati emasmi? Qanaqa L9 parktroniksiz? Jinnimisizlar deyishingiz mumkin. Bu yerda 5 ta radar bor. Parktroniklar endi sizni ko'zingizni qiynab, ichiga kirib turib qolib, xunuk bo'lib turmaydi. Даже shuni ham o'ylashgan. Parktroniklardan voz kechilgan. Ularning o'rniga radarlar ishlaydi va juda ham zo'r ishlaydi. Mashinani avtotarmojeniyasini ko'rsatgandik, o'shanda ko'rasizlar. Xo'p, fara bo'yicha esinglardami? L9 eng og'riqli nuqtasi, men eng yomon ko'radigan narsasi bu farasi edi. Yoritish dabdalaydi. Juda ham keskin o'zgarishlar bor. Endi bu yerda lazerli, matrichli faralar, ular strechkani ham kesib, uni ko'ziga yorug'lik tushirmaydi. Peshixodni kesib ko'rsatadi, yorug'lik tushirmaydi, подсвечивать qiladi kerak bo'lsa. Matrichli faralarda bo'lgan barcha to'liq funksiyalar endi bor. Radiator panjarasi 25% ga kichraydi. Bu ham juda katta yutuq deb hisoblayman. Chunki baribir tashqi ko'rinishda juda ham katta ahamiyatga ega. Umumiy hisobda dizayn arxitekturasi o'sha bizga tanish bo'lgan Nissan L9. Uzoqdan ko'rib Robocopni bitida taniysiz. Lekin bu rang menga juda ham yoqdi. To'g'risini aytaman, kirib kelganimizda 3 ta mashina turibdi-da. 4 ta mashina turibdi. Fioletovoy turibdi, qora turibdi, mana shu go'zal jigar rang turibdi va yashil turibdi. Yashil to'g'ri, go'zal. Lekin mana bu kombinatsiya plus ichidagi salonni rangi tomimni ketkizdi. Salonga kiramiz, albatta ko'rasiz, maza qilasiz, men bilan birgalikda. Kelinglar. Endi mashinaning yon tomoniga o'taylik. Yon tomonda ham yengilliklar juda ham ko'p aslida. Aytgancha, avtomobil 37 mm ga eski versiyaga, anu L9 ga nisbatan uzunlashgan. To'g'ri, 3 cm 4 cm unaqa katta farq emasdir balki, lekin bor, uni aytib o'tishim kerak. 2 mm ga eniga kengaygan va 10 mm ga balandlashgan. Demak, 5255 mm uzunligi, 2000 mm eniga va 1810 mm avtomobilning balandligi. Xo'p, nima mamti kamera bor? Yana ikkita kamera deysizlarmi? Yo'q o'rtoqlar. Bular tverdotelniy, ya'ni qattiq jismli lidarlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ikkita lidar yon tomonda. Eshik ruchkalari o'zgardi. Endi ana выдвижной eshiklar yo'q. Nimaga? Chunki 2026-yildan boshlab Xitoyda rasman davlat tomonidan xavfsizlik standarti sifatida chiqadigan eshik ruchkalari bo'ldi. Atmen. Unaqani qo'yib bo'lmaydi. Ular xavfsiz emas ekan. Endi mana bunaqa eshik обязательно qanaqadir ekstremniy situatsiya bo'ladigan bo'lsa, yulib olish mumkin bo'lgan, bundoq qilib ochish mumkin bo'lgan eshiklar bo'lishi shart. Salonni ko'rib qoldinglar, ozgina sabr qilinglar, salonga olib kiraman, maza qilasizlar. Endi qaranglar. Bosamiz. Eshik oxirigacha ochiladi. Salonga qaramay turinglar. Eng qizig'i oldinda-da. Rangi ko'rdinglar, menga yomon yoqdi kafening tsvet. O'zim meni emotsiyalarim jumbushga kelib ketyapti maza qilganimdan. Endi orqaga o'tamiz, kelinglar. Bu yerda unaqa katta o'zgarish yo'q. Orqada ham xuddi shunaqa yo'q. Umuman ko'rayotganlarda parktronik degan narsa yo'q. Shu bassendagi muzikani o'chirib tursa bo'lardi. Bo'pti, alaqsima. Endi orqada ham lidar bor, ko'ryapsizlar, hatto orqada lidar bor. Radarlar bor, lidar bor. Endi qaranglar.
Levisda yukxona bor, xuddi o'sha razmerda. Endi bu yerda mashinani tepaga pastga qilib, bemalol tugmalar orqali podveskani balandpastligini boshqarsa bo'ladi. Ikkita o'rindiq yotqizib turg'izsa bo'ladi. Voy, joyi lekin bizib tashashgan. Maza qildim. Bor, joy men bitta ham bor. Men bitta xrom qoldirib yaxshi ish qilishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu mashinaning orqasidan yetib olish ancha-muncha qimmatga tushadi. Bu albatta salbiy narsa. Avvalambor yaxshilikni o'ylaylik, yomonlik bo'lmasin, lekin bu ham bor. Yangi dizayndagi g'ildirak disklari ular 285 40R22 Michelin shinalari bilan jihozlangan. Bu yerda shina juda ham muhim, chunki 500 dan oshiq ot kuchi 0 dan 100 gacha 4.9 soniya va biz avtomobilni texnik qismiga plavno o'tib ketamiz va ma'lumot berib o'tamiz sizlarga. Kapot ostida o'sha ichki yonish dvigateli mavjud. Demak, gibrid o'z joyida qoldi, lekin elektr tizimi o'zgargan. Oldin 380 voltli elektr tizimi bo'lgan bo'lsa, endi 800 voltli elektr tizimi. Bu nimani beradi? Siz shaxsan hech narsani sezmasligingiz mumkin, lekin ikkita juda ham baquvvat bo'lgan mikrochiplar bor, ya'ni protsessorlar bor. Ular avtomobillar hamma tizimlarini boshqaruvini o'z bo'yniga oladi. Ana o'shalarni ta'minlash uchun ham ushbu tizim ishga solinadi. Albatta, elektr energiyani kuchlanishi katta bo'lganidan keyin quvvatlash, quvvatni batareyadan elektr dvigatelga uzatib berish, barcha jarayonlar ildamlashadi, ilgarilashadi. Eng qizig'i 1650 kilometr umumiy range, ya'ni masofa zaxirasi. Ulardan 400 dan oshig'i faqatgina elektr energiyada, ya'ni gibrid emas, elektromobil rejimida harakatlanish mumkin. Bu juda ham katta yutuq. Ko'rayotganlaringdek, kundan kunga benzin qimmatlashib boryapti. Buni quvvatlab, shunchaki elektromobil rejimida haydab yurishingiz uchun ajoyib yechim. Bundan tashqari nima yangiliklar bor? Podveska, ya'ni avtomobilning pnevmo podveskasi takomillashtirildi. Sizni maksimal darajada komfortingiz uchun. Qayrilishlarda og'ishlar yo'q. Va do'ngalaga hech 70 tezlikda chiqib ko'rganmisizlar? Eng muhimi, birinchi bo'lib podveskani sizlar standart rejimga o'tkazib olishingiz kerak, chunki sport rejimda u qattiqroq bo'ladi va sezishingiz mumkin. Ana endi ketdik. Biz mana 70 ga chiqib oldik. Sal tashiymiz. Ko'ryapsizlarmi oldimizdagi to'siqqa? Hozir o'shanga sakrab chiqib ketamiz va biz deyarli hech narsani sezmaymiz. Sezdinglarmi? Men hatto silkinganim ham yo'q. Pnevmo podveska shunchalik zo'r ishlab berdiki, men qoyil qoldim. Ko'rganingizda katta tezlikda do'ngalikdan o'tsangiz ham qimillamadi, to'g'rimi? Bundan tashqari manyovr bor-ku. Manyovrda og'ish yo'q, shuni ham kompensatsiya qilib ketyapti. Konusda turibdi, har bittasini orasi 18 metrdan va normal razgon olib keldim. Orasi qisqa. Birinchi razgon olganimda bir 35-40 larda kirdim birinchisiga, keyin tezlashib ketdim, tezlashdim ham mashina og'masdan, boshqaruvni yo'qotmasdan bemalol o'ngga chapga manyovrlarni qilib kelyapti. Operator ahmoqligini qarang, men kelib to'xtashim kerak bo'lgan tochkaga shtativ qo'yib qo'yibdi-da. Men ham bir qo'rqitaman, bu mashinaning gabariti shunaqa tushunarli, shunaqa aniq-tiniq, shaffof, yaqqolki, borib haligini oldi, shunaqa to'xtadim. Operator yuragi chiqib ketdi, ko'rdinglarmi reaksiyasini? Davom etamiz. Endi qaranglar, yana bitta narsa bor-da bu yerda. Podveskada nafaqat pnevmo podveska takomillashtirildi. Endi orqa o'q ham 12 gradusga buriladi. Bu bo'lsa 5 metrdan oshiq uzunlikka ega bo'lgan avtomobilni shahar sharoitida harakatlanishini, manyovr qilishini, tor-tang'iz joylarda yurishini ta'minlab beradi. Buni ham ko'rsatib beraymi? Yuringlar. Qarang, men hozircha krab rejimida harakatlanish ko'rsataman. Agar siz ham menga o'xshab tan bersangiz, sizga ham yoqsa, Nissan L9 Levis'ni yurib berishi sizdan bitta like. Kelishib oldik oldindan. Обязательно obuna bo'lib qo'yasiz. Men obuna bo'lmasdan videolarni YouTube'da ko'rib yurish yo'q. Yaxshi emas bu quvvatga ishingiz. Ketdik. Hozir ko'ramiz, biz sig'amizmi yo'qmi? Qani bismillah. Aytgancha, bu yerda rul bemalol 360 yoki 230 gradusda qayriladigan qilishingiz mumkin. Wow! Sig'ib ketdik. Tasavvur qilinglar. What is the distance between these walls? Sig'ayotganimizni ko'ryapsizlarmi sizlar? Tengyomiz. 6 metr joyda bemalol manyovr qilyapmiz. Mashinaning o'zini uzunligi, eslatib o'taman sizga, 5255 mm. Tasavvur qiling, o'zini uzunligidagi joyda manevrirovat qilyapti. Bu orqa o'qqa podrulyovat qilish, ya'ni burilishini hisobiga. Lekinchi, agar adam mashinalarini mana shunaqa taqab obyektlarga haydaganda odamdan to'shni kaltaga yirdim-da. Bu yerda boru hech qanaqa risk sezmayman. Mashinaning kattaligiga, eniga rovna 2 metrligini qaramasdan shunaqa sezyapman gabaritlarni. Men Nissan L9 Levis'ni rulida birinchi marta o'tiribman. Har kuni haydab yurgan mashina emas, gabaritni bunaqa sezish mumkin emas. Shunaqa sezilyapti gabarit, men maza qilardim.
Xo'p, yana bitta yangilik. Endi bu yoqqa kelishinglar kerak buning uchun. Qaranglar. Men hozir mashinaga o'tiraman, oynani ochaman. Sizlar men bitta men ko'rayotgan joydan qarab turasizlar. Nimani ko'rasizlar? Men rulni buraman. Balon ruldan orqada qolyaptimi, yo'qmi, shuni menga tekshirib berasizlar. Nima uchun? Endi bu avtomobilda bilasizlarmi nima o'zgardi? Steering by wire, ya'ni sim orqali boshqaruv funksiyasi yo'lga qo'yildi. Tamam, qaranglar. Bormi отставание? Haydayotganda menga umuman bilinmadi. Chunki men bunda lasini test o'tib ko'rdim. Lasini test nimaligini bilasizlar-ku, to'g'rimi? To'siq chiqib qoldi, keskin burib o'tib ketishinglar kerak. Ikkita manevr qilishinglar kerak. Bitta chapga tashishinglar kerak, bitta o'ngga tashishinglar kerak. Agar manba ruldan g'ildireni kechga qolishi sezilarli darajada bo'lganida 60 tezlikda men bironta konus urib ketgan bo'lardim. O'zinglar ko'ringlar, yaxshisi. Ketdikmi? Boshlaymizmi? Ketdik. Boshladik. Bizda 60 bor. Zo'r. Yaxshi. Qalay o'tdi lasini test? 60 gacha ruxsat beryapti, bilaman, bosib yuboryapman. 70 bo'lib ketyapti, ba'zida oshib ketyapti. Aytmanglar faqat ularga, xo'pmi? O'sha to'liq privod 500 ot kuchidan ko'proq quvvat, 0 dan 100 gacha tezlashish 4.9 soniyada bunaqa katta va bahaybat og'ir avtomobil uchun juda ham zo'r ko'rsatkich, o'z sinfida eng yaxshilardan bittasi deb aytsak bo'ladi va biz buni ham tekshirib ko'rdik. Ya'ni tezlashish yaxshi, tezlashishi bemalol любой mashina qilib bera oladi, lekin bu haybat bilan, bu vazn bilan sekinlashish bor-ku, men o'ylaymanki, Nissan kompaniyasi tormoz tizimini ham takomillashtirish ustida bosh qotirishgan. Sababi juda ham oddiy. Biz o'zimiz razgon olib, o'zimiz tezlashib, o'zimiz sekinlashib ko'rdik. Menga bu juda ham yoqdi. Bu testni men 2-3 marta ketma-ket qilib ko'rdim, ataylab. Chunki tormozni qizib ketishi bor-da, chunki qizigandan keyin ko'p tormoz tizimlari yumshoqlashib qoladi. O'zini birinchi nimasini yo'qotib qo'yadi. Lekin bitta narsa bor-da, menga qaranglar. Men mashinani boshqacha tekshirib ko'rdim bugun. Men hayotimda birinchi marta o'zimni to'liq mashinaga ishonib topshirib qo'ydim. Chunki nima haqida gap ketyapti? 80 km tezlikgacha tezlashdim va tormozni unutdim. O'zinglar ko'ringlar. 80 gacha tezlashamizda tormozni qo'yib yuboramiz. Rulni ham qo'yib yuboramiz, tormozni ham qo'yib. May I release the steering wheel? Hop. Hop. Ko'rdinglarmi? Men umuman hech narsaga tegmadim. 80 dudi 90 gacha tezlashdim. Prosta super gap bo'lishi mumkin emas. Men bu funksiyani birinchi marta tekshirib ko'ryapman. To'g'ri, internetda juda ham ko'p bunaqa videolar, lekin bunaqa testni birinchi marta qilishim. Ha, qalay ekan? Taqab to'xtaganini qaranglar, buni qo'rqitdi deyapman. 1 metr bormi orada yo 2 metrmi? Menga eng chiroyli kuzov rangi bilan eng chiroyli salon rangi tushdi mashina, ishoninglar. Oq salon bilan mamma salonni solishtirib bo'lmaydi. Kafeyniy rangi. Qaranglar, chiroyliligini mazza qilib. Aytgancha bizda 4 tali o'rindiq 0 gravitatsiyasiga ega. Ya'ni mana bunaqasidan yotib, atamankalarni ko'tarib olib dam olib ketsa bo'ladi. To'g'ri, oldi ikkita o'rindiq faqat parkovka holatda, lekin orqadagi ikkita o'rindiqqa yo'lda ketayotganda ham 0 gravitatsiya, 0 gravitiga qo'yib olib, massajlarni yoqib olib, abagrev abduvlarni yoqib olib, maza qilib ketsa bo'ladi. Eng qizig'i shu yerda o'zidan hozir tayyor rusifikatsiya qilingan displeylar, hamma menyular rus tilida, maza. Rul deb e'tibor bergan joyim qaranglar, mana mini displeyni olib tashlashgan, uni o'rniga proyeksiya bor. Mana bu ikkita monitor esa birlashib ketdi. 5.4 kW sof sifatli Dolby Atmos tovushi 33 ta kolonkadan. Pnevmopodveska aktiv, doimo faol. Demo versiyani bitta qarang, qimillatishini. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Pardani qo'yaveringlar. Endi oynadagi tonirovkani ocharishi va to'qarishini ham tugmadan boshqarishingiz mumkin ekan. Endi mana bu displeyi nafaqat ochilish yopilishi 12 sm ga oldiga orqaga yurishini ham bilib qo'ying. Oxirgi surilgan ikkinchi qator bilan men 3-qatorga bemalol sig'arkanman. Joyi qaranglar, bemalolligini. Lekin mashinani zo'r qilib qo'yishibdi. Men hozir narxini aniq bilmayman. 30-iyul kuni O'zbekistonda rasman prezentatsiya bo'ladi, rasman sotuvlar boshlanadi. Shunga qaramasdan men uverimman, ishonchim komilki, avtomobil olgan odam maza qilib, kundalik hayotda kerakli va qo'llash mumkin bo'lgan funksiyalardan puliga rozi bo'lib maza qilib ishlatadi. O'zi Nissanning bundan oldingi avlodlari ham o'sha Li One modelidan tortib, Xudoga shukr shu kungacha kompaniyani yuzini yerga qaratmasdan, odamlarni qo'ynidan o'rinli joy olib, bekorga mehr qozonmaganini
tasdiqlab kelyapti. Menimcha, sizlar ham meni fikrimga qo'shilasizlar, chunki qani nechta odammiz, nechtamiz lisan zo'r deganlar. Kommentariyaga yozinglar, lisan sizlarga yoqsa, chunki agar bu joyga ko'rmasdinglar-da videoni, agar sizlarga yoqmaganda, shu mashina haqida ko'proq bilmoqchi bo'lmaganinglarda, to'g'rimi? Fikrimga qo'shilasizlarmi? Men ham shunaqa fikrdaman. Xudo xolisa, bu avlodi kelganda yana O'zbekiston test drive'ga olib, uzoqroq test drive qilib ko'ramiz. Sizlarni ham xursand qiladi. Albatta, qo'rqmasdan ovuringlar. Sizlarga bo'lsa videomizni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Maza qildim ko'rganingizdan. Endi men ko'rib turibman, ku statistikadan nechta odam ko'ryapti, watch time qancha. Obuna bo'lganingizga ham alohida minnatdorchilik bildirib ketaman. Sababi ko'pchilik bizani obuna bo'lmasdan ko'radi. Eng qiziq videolar chiqqanda, lekin o'ylaymanki, sizlarni zeriktirib qo'ymaymiz va keyingi qiziqarli, foydali va muhimi eksklyuziv obzorlarda va videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Olmaotadan, Sokoldan sizlarga kattakon salom. Xayr, salomat bo'linglar.